Mana navbatdagi chaqiruvga keldik. Bu yerda turbani o'rtadan olib ketishgan. Yarimi ko'milib yotibdi endi. Bu yerda bir qarichdan oshiq joy bor. Tekismas. Sishashga bitib bo'lgan, endi unitazni o'rnatish kerak deyishyapti. Endi o'rnatsa oldiga chiqib ketib qoladi metgacho'r. Orqada mana 35 sm joy qolyapti. Turbani qarang, mana. Bunday kelyapti mana. Bularda ham 45 dan qo'yish kerak, 90 qo'yib qo'ygan. Turba kelgandek, mana. Bunga nima deysizlar? Endi buni ichkaridan olib, chiqarib, devorning ichiga o'yib, chiqarib turib, achkash qo'yiladi. Betonning ichida qolib ketadi. Bularni mana kesib oldik. Devor taydan keladi, shunda unitazimiz orqaroqqa boradi. Endi buni buzishni shu mehnat nima bo'lmasin deb baga qoladi. Bag'ani 45 bilan ulab, chiroyli qilib chekkadan olib beramiz. Halollab ketish kerak-da ishda. Nima qilib ustidan olib chiqib, boshqa qilib. Achkash kranlar olib kelishgan mana. Zapchastlarni nima bo'lsa olib kelib bergan uy egasi. Qo'ymagan shuni. Shu o'yilsa devorning ichidan shunday bo'ladi ana. Bu narsani qo'yib turib, bu qo'ygandan keyin mana bunaqa qilib qo'yib ketishibdi. Bu qo'ygandan keyin bu ventilda nima keragi bor? Keyingi videoda bitganini qo'yamiz. Chiroyli qilib ishlarini bitirib beramiz akani. Bularni ham mana chiqarib qo'ygan tashqariga. Bularni ham ichkariga nima qilib urvinga qo'yib beramiz. Kafilchilarimiz gidroizolyatsiya qilib beradi.